Quyosh sistemasida juda ko'plab kichik samo jismlari mavjud. Ularning aksariyatini asteroid, kometa va meteoritlar tashkil qiladi. Koinot ilmidan yiroq bo'lgan kishilar bu kichik samo jismlarini yagona turdagi jism deb hisoblaydi. Ammo ular bir-biridan keskin farq qiladi. Asteroid, meteorit va kometalarni bir-biridan qanday farqlash mumkin? Ular nimasi bilan farqlanadi? Ushbu videomiz orqali bu haqida bilib olishingiz mumkin. Meteoroidlar koinotni kezib yurgan kattaligi bir necha millimetrdan 30 metrgacha bo'lgan samo jismlari meteoroidlar deyiladi. Meteoroidlarni Quyosh sistemasi paydo bo'lishi jarayonidagi xom ashyo qoldiqlari deyish mumkin. Chunki aksariyat meteoroidlar Quyosh sistemasi paydo bo'lishi vaqtida vujudga kelgan. Quyosh sistemasi bo'ylab milliardlab meteoroidlar uchib yuribdi. Sayyoramiz Yer har yili shu turdagi minglab meteoroidlar bilan to'qnash keladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, yil davomida sayyoramiz atmosferasiga 15,000 tonna atrofida meteoroidlar kiradi. Yer atmosferasiga kirgach, meteoroid harorati bir necha ming darajaga ko'tariladi. Bu holat o'z navbatida meteoroidning maydalanib parchalanishiga va alanga olishiga olib keladi. Atmosferada meteoritning alanga olishi yoki alanga qoldirgan izlar meteorlar deyiladi. Meteor yerga qulagan fazoviy jism ma'nosini emas, balki meteoroidning atmosferada alangalanishi, ya'ni hodisaning o'zini anglatadi. O'tmish zamonlarda insonlar samoda ro'y bergan har qanday fazoviy hodisalarni meteor deyishgan. Hozirgi kunda ham ko'pchilik meteorlarni yulduz uchishi yoki yulduz so'nishi deb o'ylaydi. Shuningdek, yerga qulayotib, yer atmosferasida parchalanib ketgan asteroid va kometa bo'laklari ham meteorlarni vujudga keltiradi. Ba'zida osmonda meteor yomg'irlari ham kuzatiladi. Bunday meteor yomg'irlarini Quyosh sistemasining ichki qismidan o'tar chog'ida erish jarayonida yemirilgan kometa parchalari hosil qiladi. Har yili avgust oyida yer yuzining ayrim nuqtalarida shunday kometa qoldiqlaridan iborat meteor yomg'irlarini kuzatish mumkin. Ba'zida yerga qulayotgan meteoroidlar va asteroidlar yer atmosferasida portlab ketadi yoki katta alangaga aylanadi. Bu hodisa esa bolidlar deb ataladi. Soddaroq qilib aytganda, bolid bu yorqin ko'rinishdagi meteorlardir. Meteoritlar yerga qulayotgan jism, xoh u kometa bo'lsin, xoh asteroid yoki meteoroid bo'lsin, yer atmosferasida yonib, parchalanib ketadi. Yer atmosferasida to'liq yonib ketmasdan yer sirtiga kelib tushgan samo jismlari meteoritlar deb ataladi. Yer atmosferasi yerga qulayotgan meteoroidning tezligini keskin pasaytiradi. Shunga qaramasdan meteoritlar yer sirtiga tushib, kattaligi bir necha metrdan 100 kilometrgacha cho'zilgan kraterlarni vujudga keltiradi. Olimlar tomonidan meteoritlar o'rganilar ekan, ayrim meteoritlarning kelib chiqishi Mars va Oyga aloqador ekanligi aniqlangan. Ba'zi olimlarning fikricha esa ayrim meteoritlar nafaqat Quyosh sistemasidagi, balki boshqa yulduzlar sistemasidagi sayyoralar parchalari bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, meteoritlarni nafaqat Yerda, balki atmosferaga ega boshqa sayyoralarda ham kuzatish mumkin. Asteroidlar Quyosh atrofida elliptik orbitalar bo'ylab harakatlanuvchi, diametri 30 metrdan 1,5 ming kilometrgacha bo'lgan fazo jismlari asteroidlar deyiladi. Asteroidlarning kichik sayyoralardan farqi shuki, ular noto'g'ri ko'rinishda, ya'ni shar shaklida emas.
Hajmi va og'irligi jihatidan asteroidlar Quyosh sistemasidagi sayyoralardan ancha kichik bo'ladi. Shuningdek, ularda atmosfera ham mavjud emas. Ammo ayrim asteroidlarning yo'ldoshlari bor. Ba'zi asteroidlar esa juft holda uchraydi, ya'ni ular bir-birining atrofida aylanadi. Quyosh sistemasidagi asteroidlarning asosiy qismi asteroidlar halqasida joylashgan. Shuningdek, Kuiper halqasi va Aorta bulutida ham ko'p sonli asteroidlar mavjud. Mars va Yupiter orbitalari orasida joylashgan asteroidlar halqasi o'rnida uzoq o'tmishda sayyora bo'lgan bo'lishi mumkin. Olimlar bu sobiq sayyorani Phaeton deb atashadi. Taxminlarga ko'ra, Phaeton noma'lum samo jismi bilan to'qnashib parchalanib ketgan. Hozirgi kunda uning o'rnida 300 mingdan ortiq asteroidlar harakatlanmoqda. Bu asteroidlar birlashib yagona sayyora holiga kelishiga Yupiterning kuchli gravitatsiyasi yo'l bermaydi. Yupiter ularni o'z domiga tortadi yoki Quyosh sistemasining ichki qismiga tomon uloqtirib yuboradi. Umuman olganda asteroidlar sayyoralar bilan tez-tez to'qnash kelib turadi. Quyosh sistemasining olis sarhadlaridan sistema markazi tomon kelayotgan asteroidlarni gigant sayyoralari, jumladan Yupiter va Saturn o'z domiga tortib oladi va ularni sistema markazi tomon o'tishiga to'sqinlik qiladi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, hisob-kitoblarga ko'ra zaminimiz Yer har 60-70 million yilda bir katta hajmli asteroidlar bilan to'qnash kelib turadi. So'nggi bor bunday asteroid bundan 65 million yil avval Yer yuzida dinozavrlar hukmronlik qilib yurgan davrlarda Yerga kelib urilgan. O'shanda Yer taxminan diametri 10 kilometr bo'lgan asteroid bilan to'qnash kelgan. To'qnashuv Yer yuzidagi jonzotlarning 80% ortig'ining qirilib ketishiga sabab bo'lgan. Hozirgi vaqtda zamonaviy texnologiyalar yordamida asteroidlar ham o'rganilib kelinmoqda. Hatto ba'zi asteroidlarga apparatlar qo'ndirilib, ulardan namuna olishga ham erishildi. Namunalar shuni ko'rsatmoqdaki, asteroidlar hayot uchun kerakli bo'lgan eng muhim unsurlardan tarkib topgan. Yerdagi suv, umuman zaminimizdagi hayotning o'zi qachonlardir asteroid, kometa va meteoritlar tomonidan olib kelinganligi ham ehtimoldan xoli emas. Kometalar ham asteroidlar kabi Quyosh atrofida aylanishadi. Biroq kometalar asteroidlarga qaraganda cho'zinchoq va kattaroq orbitaga ega. Shuningdek, kometalar tarkibiy qismidan ham asteroidlar va meteoritlardan keskin farq qiladi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, asteroid va meteoritlar xarsang toshlar bo'lsa, kometalar esa muz, chang va gazlardan tarkib topgan. Kometalarning faqat yadrosida qisman qattiq elementlar uchraydi. Kometalar yadrolari asosan aorta bulutida joylashgan. Biroq olimlar kometalarning ayrimlari yulduzlar aro fazodan kelib qolganligini ham rad etishmaydi. Kometalar Quyoshga yaqinlashgani sari erib, ortidan gaz, chang va suv bug'laridan iborat dumni hosil qiladi. Kometalarning dumlari Quyoshga 4-5 astronomik birlikka yaqinlashganida ko'rinish bera boshlaydi. Kometalar qisqa va uzoq davrli orbitalarga ega. Qisqa davriylikka ega kometalar Quyoshga bir necha yilda bir yaqinlashsa, uzoq davriylikka ega kometalar bir necha million yilda bir Quyoshga yaqin keladi. Qisqa davriylikka ega kometalarning ayrimlari Quyosh sistemasi markaziga kelgan vaqtida sayyoralarning gravitatsion ta'siriga tushib, ularning sirtiga qulab tushadi. Ba'zilari Quyosh yuzasiga qulab tushsa, ba'zilari Quyosh sirtiga yetib borguncha yemirilib, bug'lanib ketadi.
Uzoq davrli kometalar sayyoralarning gravitatsion tortish kuchi ta'siriga tushmaydi va orbitalar bo'ylab o'zlarining deyarli boshlang'ich nuqtasiga qaytishadi. Bunday kometalar Quyoshga bir necha ming, hatto million yilda bir marotaba yaqinlashadi. Ba'zi kometalar shu qadar katta orbita bo'ylab harakatlanadiki, ular Quyoshga bir marta yaqin kelib, shu bilan boshqa qaytib kelishmaydi. Shuning bilan biz ham videomizga yakun yasaymiz. Barchangizga xush kayfiyat tilagan holda keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz.